Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Sizlar bilan Dilshod Salihov futbol choyxonasida. Video boshlashdan oldin Vinicius Juniorni Real Madrid bilan shartnoma tuzganligi munosabati bilan 1 daqiqalik sukut bilan boshlamoqchiman. Ha do'stlar, Vinicius Junior biz bilan qoldi. Vinicius Junior Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi. Shu haqida qisqacha gaplashamiz bugun. Hop, o'zi Viniciusni kelish tarixi haqida bir ozgina to'xtalib o'tamiz. Qiziq hodisalar bo'lgan. Oltin to'p tarixida oxirgi 10 yillikmi yo 15 yillikmi top 10 talikda aynan Yevropa futbolida o'ynaydigan futbolchilar bo'lganda. Hammasi, misol uchun Italiya, Angliya, Ispaniya chempionatlaridan bo'lgan va faqat bitta yil Yevropa ligasida o'ynamaydigan, Yevropa jamoalarida o'ynamaydigan bola qo'shilib qo'ygan. Top 10 talikka. Tasavvur qiling, dunyoning eng zo'r 10 ta futbolchisining ichida Yevropa futbolida o'ynamaydigan bola bor. Bu haqida hamma jar sochishni boshlagan, hamma keng matbuot yozishni boshlagan. Kim o'zi bola, iqtidor, butun dunyo, ya'ni kuchli 10 talikka uni kiritganda Yevropada o'ynamaydi. Bu degani ko'ra olmaysiz-da, uni futbolini ko'ra olmaysiz. Faqat shu YouTubedan qisqa videolarini ko'rishingiz mumkin, lekin butunlay o'yini, uni ta'sirini ko'ra olmaysiz. Faqat o'sha driblinglarini ko'rasiz. Kim bu desa, bu Neymar bo'ladi. Neymar 9-o'rinni olgan oltin to'pda bitta shu to'p o'sha 10 talikda Yevropada o'ynamaydigan futbolchi. Keyin yosh futbolchida endi. Keyin butun dunyoni shu top jamoalari uni atrofida bo'ladi. Ya'ni o'sha Neymarni bilamiz, shu otasi asosan uni agent hisoblanadi, ya'ni uni imijini hammasini otasi hal qiladi. Ko'p narsani otasi hal qiladi va oilasi yaqinlashishi, o'zining jamoasini ko'rish uchun ko'plab jamoalar harakat qilgan, shu jumladan Real Madrid ham harakat qilgan. Real Madrid harakat qilgandan keyin shartnoma tuzishga ozgina muddat qolganda, xuddi mana Rodri masalasi bo'lganda, ya'ni shartnoma bandlari kelishilgan, qo'l qo'shishga ozgina qolganda Barselona tiqilganda tez ilib ketib qolgan. Va o'shanda Real Madrid o'ziga o'zi bir shunaqa proyekt qilishadiki, Braziliyadan bitta yulduz olib chiqamiz va mana shu yulduz Neymardan kuchli bo'lishi kerak degan proyekt qo'yiladi o'rtaga. Va endi bu qanaqadir o'ziga o'zi, misol uchun kunga kelib, men o'zim ustida ishlab, sandan ham zo'r bo'lib ketaman, o'ziga o'zi sel qo'yadi-ku odam bir insonga nisbatan. Xuddi shunga o'xshagan Real Madrid ham Barselonaga nisbat qilib turib o'ziga o'zi sel qo'yganki, Neymardan zo'r futbolchi topamiz. Va bu o'sha 4 ta proyektni 4 ta asosiy nima deydi, bosh qahramonlarimiz quyonchasi deylik, endi laboratoriyada quyoncha bo'ladi-ku. Bu birinchisi Vinicius bo'ladi. Vinicius o'zini oqlagan. Va Rodrigo ikkinchisi. Rodrigo o'sha endi o'zining pik nuqtasida oqlagan. Hozir endi o'zining ba'zi bir psixologik o'sha travmalari bilan yuribdi. Uchinchisi Reiner degan bola. Bu Reiner o'zini o'zi oqlamadi. Bu bola Dortmundga ketdi, arendaga o'yna olmadi. Hozir La Liganing qaysi bitta jamoasida hali ham Real Madridda fiksatsiya qiladi. No arenda yuradi. U shartnoma tugashini kutayotgan bola. Va to'rtinchisi Endrik. Bu Endrik endi kelgan polvon. Va mana shu yo'l bilan kelib qolganda Vinicius va keldi boshida o'sha esingizda bo'lsa, yaxshi o'yna olmagan, umuman jamoani bir qismi bo'la olmagan, o'sha driblinglari o'xshamasdi, aldab o'ta olmasdi, paslari o'xshamagan, zarbalari osmon o'par, Burjal Xalifani uchini mo'ljalga olardi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgandan keyin o'sha oxir oqibat u bilan o'sha tandem bo'lgan o'sha Benzemaga o'sha pesit qiladi-da, o'sha jahlini chiqaradi. O'sha mashhur intervyusi bor. Oshirmalaring bunga deydi. Xuddi shunaqa holat bo'ladi. Ana o'sha etaplardan qiynalib, majaqlanib, shu misolobkalardan o'tib, tovlanib chiqib, mana lider bo'ldi-da, ya'ni Benzema ketgandan keyin mana lider bo'ldi. Chempionlar Ligasini yutishdi.
o'zini eng pik nuqtasiga chiqdi. Oltin to'p uchun asosiy da'vogar bo'ldi. Mayli olmagani u boshqa masala-yu, lekin asosiy da'vogar bo'ldi. Buni o'zi ham katta narsa edi. Va undan keyin bu jamoaga o'sha Chempionlar Ligasini shu Vinicius bilan yutgan jamoaga o'sha Florentino Perez aynan o'sha qanotga, aynan o'sha pozitsiyaga Kylian Mbappeni olib keldi. Va ana o'shandan keyin Viniciusda increase deydi, ya'ni cho'kish boshlandi. Cho'kish boshlandi. Va bunga o'sha Kylian Mbappe bilan joy talashuv, ya'ni taktik bir-biriga xalaqit berishi, shular nima deydi, asosiy sabab deb ko'rsatiladi. Shu bitta jamoa bitta joyga tiqilib qolganligi, bir-birisiz yaxshi o'ynashi, lekin bir-biri bilan cho'ti kombinatsiyalar o'xshamaydi, yemaydi-da. Va shu jamoa ham buni ketidan o'sha ikkiga bo'linib qoldi. Hattoki o'sha Carlo Ancelotti eng zo'r, misol uchun Carlo Ancelotti bilan misol uchun Pep Guardiolani solishtirganda shu bittasi tizimli futbolchini tanlab oladigan murabbiy hisoblanadi Pep Guardiola. Carlo Ancelottiga farqi yo'q. Kimni olib kelsangiz ham o'ynatib beradi-da. U misol uchun qaraydi, oting nima, Vinicius. Kuchli tomoning nima? Sen kontrataka bo'ldi, bu yoqqa o't deydi misol uchun. Kimsan? Palonchi. Qaysi pozitsiyada qanaqa vaziyatda yaxshi o'ynayapsiz? Kontrataka bo'ldi, shu kontratakadan bitta yig'ib kontra bilan o'ynaydi yoki pozitsion hujumlarda bilan bitta yig'ib turib pozitsion. Xullas, u futbolchini o'ziga qarab turib taktika sazat qiladigan murabbiy bo'lganda Carlo Ancelotti. Hattoki mana shu ham o'ynata olmadi-da. Viniciusda bankrot, ya'ni inqiroz davrini aytamiz. Carlo Ancelotti ham eplay olmadi. Undan keyin kutilmaganda, ya'ni Xabi Alonso tayinlanishi bu o'zi kutilgan edi, lekin jamoa uchun, tizim uchun kutilmagan bo'lib qolgan. Ya'ni tartibsiz tizimdan bittada tartibli tizimga o'tib qoldi. Uje bolalar ozgina shug'unaga tushdi. Boshida aytganini qilib yaxshi o'ynashdi. Uje Xabi Alonso ham kelyapti, qarasa kimsan Carlo Ancelotti o'ynata olmadi. Bu ikkalovini-da. Uje yo'q, uje demak bittasini tanlash kerak ekan. Va undan ham o'sha tepadan ham yuqoridan ham Parucheni bo'lgan. Uje Mbappe olinganda Florentino Perez aytganki, asosiy yulduzimiz Mbappe bo'ladi. Mbappening atrofida quriladi jamoa degan. Bu degani bunga ko'nish kerak degani-da. Va Xabi Alonso xuddi shu ishni qildi. Mbappeni asosiy planga chiqardi, uni atrofida jamoa yig'ishni boshladi va bunga Vinicius qarshi chiqdi. O'sha bilamiz, o'sha ya'ni yana shunga o'xshagan narsalar ochiq oydin anaqa norozigarchiliklarda bo'lgandan keyin Xabi Alonsoning taktikasiga, o'yin uslubiga, misol uchun umuman o'zi tizimiga ma'qul kelmagan, tizimi unga yoqmayotgan bolalar bilan birga bo'lib, shu jamoada bir nima deydi, to'ntarish qilishdi o'zigizcha va Xabi Alonsoni iste'foga chiqarishdi-da. Va undan keyin kelayotgan bola Alvaro Arbeloa. O'zi Alvaro Arbeloa ham o'zi qanaqa trener desa, o'sha kungacha aytilganda, u g'irt o'sha Xabi Alonsoning uslubida, ya'ni kuchli pressing, polniy tizim futboli, hamma bir xil harakat qiladi. 11 ta futbolchi birgalikda o'ynaydi. Shu tizim futbolida. Deganda, o'sha mana Alvaro Arbeloa ham aqlli bola ekanki, juda katta qarasa, o'zi Xabi Alonso bilan misol uchun fikrdosh, bitta tomonda turadi-da. Qarayapti, bu ketgan uni o'rniga buni bunaqasi yo'q-da, mantiq bo'lmagandan keyin u aytdiki, demak bunga Ancelotti uslubini qo'llaymiz. Ya'ni bolalarga qarab taktika qilaman dedi. Bolalarga qarab taktika qildi, boshida zo'r o'ynadi. O'sha mag'lubiyatsiz nechtadir seriya bo'lgandan keyin u o'sha bolalarni erkinligidan bo'ldi. Ya'ni bolalar o'sha Xabi Alonso ketdi, tizim futboli ketdi, ertalab o'sha oldida turish kerak emas, qolgan ishimizni qilamiz. Qarochi, shunaqa bo'lgandan keyin bolalar yana zo'r o'ynashni boshlagandan keyin bilamiz, bu Carlo Ancelottining shu yutuqli tomoni ham xuddi shunday edi. U taktikani tez almashtirib urardi. Ya'ni unga adaptatsiya qilishga murabbiylar o'rganmasidan o'sha yangi taktika chiqardi. Xuddi shunaqa holat bo'lib, o'sha bu narsani Alvaro Arbeloa qila olmadi. Ya'ni doimiy u Carlo Ancelotti bo'la olmaydi-da. U chunki tizim futboldan chiqqan bola, ya'ni tizim futbolini targ'ib qilayotgan bo'ladi.
O'sha ketdi yana o'sha Anchelottini qo'llab-quvvatlaganlar futbolist o'sha bolda hech nima qilib bera olmadi. Yana ochko yo'qotishni boshladi. Hattoki birinchi o'ringa chiqdik, chempionlikka ham da'vogar edik. Lekin shu ketma-ket oddiygina jamoalarga yutqazib, u qilib, bu qilib mashaq holat bo'lib qoldi va bu ya'ni ketdi. Ya'ni Arbeloa ham ishlomadi, ketdi oxir-oqibat. Va o'sha Mourinho keldi. Mourinho nimaga keldi desa, Mourinhoning o'zi bu pojarniy pozitsiyada keladeganda, ya'ni o't o'chiruvchi vazifasida. Misol uchun har doim eng oxirgi variant sifatida har doim o'sha Florentino Perezning spiskasida Mourinho bo'lgan, ya'ni atas holatida. Misol uchun yaxshi yomon kunimga deb $100 maydalar bir chekka qo'yib qo'yasiz, esidan chiqarib olishga harakat qilasiz. Ya'ni pul bo'lmay holatda olasiz, xuddi shunaqa narsaga o'xshaydi. O'sha o'zi Mourinhoning kelishidan asosiy sabab ham bu nimadir taktik ustunliklar bilan yoki nimadir o'zgarish emas, o'tda aniq bitta psixologik ya'ni tartib. Faqat shu tartibni qilib beradi. Mourinho ham ketadi. Yarim yilda ketar balki 1 yilda ketar. Xullas o'tda tartib o'rnatish bo'lgan. O'sha bu orada o'sha Vinicius bilan shartnoma tuzilmadi. Shartnoma tuzilishi, ya'ni boshlangan proses boshlangan, u uzoq davom etib ketdi, cho'zilib ketib qoldi. Bunga sabab nima desa, endi shaxsan men o'zimni tahlilim, endi u oyligini katta so'ragan, hamda shu imij masalasi bor. O'sha Futbol podkastida Faxriddin Turopov yaxshi o'rganib chiqdi. O'sha yerda aytdiki, imij masalasida, ya'ni misol uchun Vinicius Junior kim bilan, misol uchun Nike bilan, Adidas bilan yoki shu Gucci, Dolce Gabbana kim bilan shartnoma tuzsa ham, shartnomasidagi 50% pulni Real Madridga berish kerak ekan. Bu narsa Mbappeda 70 yoki 80% ekan. Ya'ni 80% o'zida qoladi, 20% ni Real Madridga berar ekan. Buni 50-50. O'sha конечно uni asabini buzadi. Shundoq ham o'zi uni oyligi katta. Va undan tashqari shartnomani uzaytirganligi uchun bonusli pul so'ragan. Va bunga o'sha Real Madrid ko'nmadi. Real Madrid rozi bo'lmayotgan edi va o'tda endi pul bilan bog'liq masala to'g'ri, endi pul katta summalar haqida gap ketyapti, lekin o'tda men o'ylayman shu eng asosiy sabab o'tda o'sha shartnomada shu yozilmaydigan, lekin og'zaki kelishuvli, lavzli masalasi bo'lgan. O'tda shuni Real Madridni o'zini proyektiga rozi bo'lish masalasi. U proyekt qanaqa proyekt desa, u boyagi Xabi Alonsoni masalasi. Ya'ni Mbappeni bosh qahramon qilib atrofida jamoani qurish. Oxir oqibat Vinicius menimcha ko'ndi. Viniciusni misol uchun men endi Real Madrid qanaqa ko'raman desam, ikkita variantda ko'raman. Birinchisi yoki o'sha yana o'sha ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi, ya'ni bardak, u qiladi, bu qiladi, shu oxiri misol uchun Mourinhoning bitta uslubi bor, har bitta jamoa borgandan keyin bitta yulduzini sindiradi. Ya'ni o'zining kimligini ko'rsatish uchun bitta yulduzini sindiradi-da. Bitta misol shu Tottenhamga borganda Dele Alli degan bolani sindirganda, shu uchta hujumda o'ynardi, Son o'ynardi, Ali o'ynardi, o'rtada keyin o'ynagandan keyin shu anu Delini yo'qotib yuborganda. Paytida Real Madrid 100 million, 110 million beraman deganda Tottenham sotmagan, hozir bilmayman u bola qayerda. U даже Komoda ham o'ynab chiqdi. Ya'ni o'sha yo'q bola, o'sha yo'q. Men shu ma'noda aytmoqchimanki, u ikkilodan bittasini qurbon qilish mumkin. Balki Bellinghamni qurbon qiladi. Ya'ni Mourinhoning o'zi stili shunaqa. O'zining kimligini ko'rsatish uchun bitta yulduzni qurbon qiladigan bola. Yoki shunaqa uslub bilan agar o'sha bo'lmasa, shu ikkita yo'li bor. Yoki shu bitta qozonda ikkita kalla qaynamaydi. U ham Mourinho ham ketgandan keyin keyingi trenerga yana bir bosh og'riq bo'ladi. Yoki ikkinchi masala bu Vinicius o'sha shartnomani bandlarida o'sha bo'ldi. Shu kungacha gap yo'san bilan maza qildik. Vinicius san bilan hamma narsani yutdik. Kayf qildik. Chempionlar Ligasida eng asosiy yulduzimiz bo'lding. Lekin endi bundan keyin biz Mbappega ishonamiz degan masalaga u rozi bo'lganda. Men o'ylayman shu, u bekorga soqol qo'ymagan. Ya'ni soqol qo'yib degani bu o'sha nimadir o'sha katta bola bo'ldim. Men o'sha provokatsiyalarga uchmayman. O'sha sizlar xohlagan bola bo'laman degandek-da. Ya'ni men shunaqa namyokka tushundim. Misol uchun Olise anaqa jahon chempionatidan oldin hamma rasmlarni o'chirib tashadi yoki Yamal
El Clasico'da unda hamma rasmdan o'chirib berishib, o'sha Samurai Jack qo'yib qo'ygani, o'sha nimaga desa bo'ldi, shu men ijtimoiy tarmoq bilan qiziqmayman, faqat o'sha Samurai Jackga o'xshab o'zim ustida ishlayman. Tinch yurib maza qilaman. Shu tinch yurib o'zim ishimni super qilib maza qilaman degandagi nimadir namyoki bo'lganda bunga. Mana o'ylayman shu buni ham Viniciusda ham nimadir namyoki bor va bu aynan uni o'yin uslubiga bog'liq. Viniciusni qilgan ishlari gap yo'q, zo'r, uni misol uchun gollari, paslari ideal, IQsi zo'r. Lekin jamoani o'yin uslubiga kelayotganda, jamoa manfaati turganda Viniciusni qilayotgan harakatlari bu yaxshilikka olib kelmasdi. Men misol uchun oldingi mavsumdan bitta misol aytaman-da. Vinicius gapni zo'r gol uryapti, zo'r pas qilyapti. Misol uchun zo'r raid qilyapti, lekin bu har bittasi, misol uchun har bittadan keyin "Vo'ni Vinicius qaytdi, keyingi safar zo'r ko'ramiz." Ya'ni keyingi safar bu bo'ldi, yana u Vinicius qaytdi, yana qilsa, yana bu nimaga desa, uni misol uchun har bitta muvaffaqiyatli harakati har 3 ta o'yindan bittasiga to'g'ri kelyapti-da. Ya'ni kechirasizlar-yu, 3 ta o'yindan bittasida yoki gol uradi, yoki pas qiladi deyish uchun qolgan 2 ta o'yinni biz qurbon qilishimiz kerak emas. Biz qurbon qildik. Eslanglar o'yin uslublarini. O'sha nima bo'lsa shu Vinicius keldi, Vinicius o'zicha dribling qilmoqchi bo'lardi, taq deb himoyachini tap deb urilardi, yotardi. Hakamga qaraydi, hakam ayttirayotganingdan o'g'il bilmasin. Norozigarchilik chiqib aniqalarni muxlislar oldiga borib provokatsiya nima deyapsan? Bu normal futbolchini, professional futbolchini anaqasi emas-da, ish emas-da. Misol uchun mana Ronaldoga aytadigan bo'lsa, Ronaldo ham gap yo'q. Misol uchun u simulyant qilmagan, u prosta o'zini ehtiyot chorasini ko'rish uchun oyog'ini olib qochgan va shu bilan yiqilganda qaragan hakamga. Hakam qaramagandan keyin qo'yardi, bo'ldi, turib ketaverardi-da. Bu narsa shu Viniciusda yo'q-da. Ya'ni Vinicius o'zini ustida ishlash kerak bo'lgan joylari ko'p. Mana shunaqa xatolar, men o'zimga kuchimga ishonaman deb driblinglar, u oddiy himoyachi. Men alam qilgani shu oddiy bitta komanda bilan o'ynaydi. Getafega shunga o'xshagan Levante nima haligi himoyachi bor-ku, hech kim tanimaydi uni. Menimcha Levante treneri ham tanimasa kerak-da u himoyachini. Spokойно Vinicius solib qo'yapti-da. Ani top misol uchun Kimmix bo'lsa yoki o'shani Kunde bo'lsa uni qanotida, unaqa qilib bo'lsa alam qilmaydi. Oddiy futbolchi. Bitta quvvat olib qo'yapti. Vinicius ustab ketib turmadi. 80-minut yutqizyapti yoki durang. Gol kerak, harakat kerak-da. Viniciusga kelganda va himoyachi bor uriladi, yiqiladi. Uriladi, yiqiladi. O'ta olmayapti. Driblinglari o'xshamayapti. Hech nimasi o'xshamayapti. Harakat o'rgatdilar. Vinicius ketishi ham uchun to'g'ri qaror edi. Vinicius ketishi kerak. Lekin Real Madrid shu Galacticos quraman degan nazariyalar bilan menimcha olib qoldi shekilli va bu eng katta xato edi. Hali ham xato. Agar shu uslub bo'ladigan bo'lsa, agar misol uchun mana Viniciusga shartnoma qilindi, etildi, ko'nasanmi? Ko'nsen, qol. Yoki misol uchun ko'nmasang, keyingi yil sotib olamiz. Keyingi yil misol uchun 150 million plus 200 millionga sotib olamiz. Vinicius gapi zo'r o'yinchi, o'z qanotida nomera deydi. Unaqasi yo'q. Lekin jamoa manfaati turganda unaqa ortiqcha nima deydi, erkalanishlar, erkaliklar kerak emas edi. Shart emas edi umuman. Shu o'rinda bu endi umumiy bitta qarashda. Endi mana Real Madrid tomonidan misol uchun klub tomonidan qaraymiz. Muxlis tomonidan qaradik, gap yo'q bizga zo'r, kerakli futbolchi, lekin bu yerda jamoa manfaati bor. Cristiano kelgan yili Cristiano bilan birga Kaka kelgan, Benzema kelgan. Mana Cristiano, Kaka, Benzema kelganda o'sha paytda jamoada Raul va Guti o'ynardi. Va bitta menda shunaqa bitta rasm bor edi, endi oldin bor edi. Hozir men internetdan topib olsam, agar montajga qo'ya olsam, qo'yib ketaman. U rasmda tasavvur qiling, mana 5 ta futbolchi turibdi. U rasmda o'sha paytdagi imij hamkor kim bo'lsa, misol uchun Gucci deylik, yoki Armani deylik. O'sha Armani bergan klassik kiyimda, o'sha kostyum galstukda, shu 5 ta bola turibdi. Oldida Cristiano turibdi, bu yoqda Raul, bu yoqda Guti, bu yoqda Kaka, orqada Benzema. Ya'ni piramida uslubida turish. Tasavvur qiling. 5 ta oq tanli, bo'y baland, ana qizdan yetganda simpatiyaga yoqimtoy, krasavchik bolalar turibdi. Mana Real Madridning yuzi bo'lib turibdi. Yuzi bo'lib turibdi.
Men Real Madridni qanaqa tasavvur qilaman-da, men Real Madridning yuzi hisoblanganda Real Madridni men shundan tasavvur qilaman. Endi qaranglar. Hozirda shu mana shu 5 talikda kim turadi desa, mayli, misol uchun Mbappe, gap yo'q yulduz, gap yo'q imijdan Real Madridga to'g'ri keladi. Bellingham, u ham to'g'ri keladi. Valverdeni olamiz, u ham to'g'ri keladi. O'sha mana 5-inchisi kim desa, Vinicius. Bo'yi past. Endi uzr, irqchilik uchun uzr, men endi irqchilik qilmoqchi emasman, shunchaki solishtirish uchun aytaman. Bo'yi past, qora tanli, xunukkina bola. Sizda misol uchun variant turibdi. Cristiano Ronaldoni 7-raqamni olasanmi yoki Vinicius 7-raqamni olasanmi? Siz Cristiano Ronaldonikini olasiz. U nafaqat maydonda, balki maydon tashqarisi ham haqiqiy lider edi-da. Vinicius unaqa bo'lmayapti. Vinicius bizani nafaqat jamoa muxlis sifatida marketingimizga ham to'g'ri kelmaydi. Marketing tomonidan ham o'zini oqlamaydi. U Real Madridda yuzi deganda bitta boyiga tilgandagi xunukkina bola chiqib turishi bu klub uchun ham yaxshi emas. Klub uchun ham yaxshi emas. Yaxshi marketing emas-da. Bu Real Madrid imijiga ham to'g'ri kelmaydi. Marketingga to'g'ri kelmaydi. Muxlislarga qarshi. U taktikaga ham to'g'ri kelmayapti. Nima sababdan bu bolani olib qolishganiga men haligacha hayron bo'lib o'tiribman-da hozir. Endi majbur tuzishdi. Endi menimcha shu keyingi yil sotish hisobiga, ya'ni soqqa qilish uchun shartnoma tuzishdi deb hisoblayman. Mana endi neytral tomondan qaraymiz. Mana adam Ispaniyadan misol uchun futbol ko'rganlar, futbol ko'rishni o'rgatganlar menga, ularni o'sha jamoalari Chelsea bo'lardi. Misol uchun men hozir Real Madridga muxlislik qilaman, Angliyadan hech kimga muxlislik qilmayman. Lekin adamda u Chelsea muxlisi edilar, lekin Real Madridga ham muxlislik qilmasdilar, Barsaga ham. Shunchaki futbol muxlisi sifatida ko'radilar, lekin El Clasicoda Barselonaga muxlislik qilardilar. Endi men yoshman, Real Madridga yaxshi ko'raman, qonim qaynoq. Nimaga Real Madrid muxlislik qilmaysiz? Adam bitta gap aytganlar-da. Bilasanmi nima muxlislik qilmayman? Chunki sallada Pepe bor derdilar. Pepe anaqasi nima deydi? Pepe degan shaxs, Pepe shaxsi gap yo'q fidoyi. Jonini berib yuboradi Real uchun. Fidoyi, jonini berib yuboradi. Lekin unda bitta tomoni bor edi, u gryazniy igrok edi-da. Men misol uchun Real muxlisi bo'lganim uchun menga sezilmagan, lekin ko'p Barselona muxlislaridan so'rasam Realda eng yomon ko'rgan futbolchi kim desa, aynan Pepeni aytardi. Nimaga? U birinchidan juda ham zo'r. Ikkinchidan gryazniy o'ynaydi, ya'ni toza o'ynamaydi, siqilt o'ynaydi. Misol uchun men yana bitta shunaqa o'yinchini bilaman, Diego Costa degan. O'sha Atleticoda o'ynagan, Chelsea'da o'ynagan. O'sha Chelsea'da o'ynaganda bitta harakati bor. Men umuman esimdan chiqarmayman. U juda ham yomon ko'raman shu futbolchini. Yoki Manchester United bilan yoki Arsenal bilan o'ynayapti, kim bilan esimda yo'q. Haligi bilan ana qilib ketdi. Kontakt bo'ldi, yiqildi, turdi-da. Ya'ni ikkita o'yinchi baribir gaplashib ketadi-yu. Gaplashib ketayotganda haligi raqib jamoa orqa-mochoq ketyapti-da. Orqa-mochoq yurib ketyapti-da. Ko'kshdan iplosligini qarang. Undan tez yurdi-da, orqasiga turib oldi. Keyin haligi bola orqaga qarab ketyapti. Buni orqada ko'zi bormidi? Tip etib urildi Ko'kshtaga. Urildi. Ani Diego Costa futbolni to'rttasi tepkilaganda oyog'ini ushab, oyog'ini bosib, boshini ushab 15 marta u yoqqa, 15 marta bu yoqqa umila qochdi. O'shani hakam ham ko'rib turibdi. Shuni qizil beradi. U paytda var yo'q. U hakam gapira olmaydi. Ani yo'q. Ofsayd etolmaydi ishdimi? Shuni qizil berib ani ular o'sha provokatsiyaga uchdi-da. Ya'ni xitristga qurbon bo'lib qoldi. O'zi bilmagan holatda qurbon bo'lib qoldi. Ya'ni haligi o'yinchini oyog'ini bosib olgan futbolchini aybi ehtiyotsizligi edi. Uni Diego Costaligini esdan chiqarib qo'ygandi-da. Ya'ni shunaqa gryaz o'yinchi edi. Lekin u misol uchun Diego Costa ham nima uchun qildi? Chelsea uchun qilgan shuni, yutish uchun qilgan, g'alaba uchun qilyapti, lekin boshqa yo'lda tanlaganda. Vinicius ham xuddi shu. Vinicius ham gryazniy igrokda. Ya'ni o'zi paslari chiroyli, gollari chiroyli, lekin mana simulyatsiya, ya'ni plaska deydi, ya'ni yig'loqligi, noli urishi, muxlisi bilan urishishi, bu hammasi futbol muxlislarida negativniy чувство uyg'otadi. Ya'ni negativniy hissiyot, xotira qoldiradi-da. Misol uchun aytaylik, siz El Clasico'ni Real muxlisi bo'lsangiz, Barsa bilan yoki Barsa muxlisi bo'lsangiz, Real bilan muxlis bilan ko'ryapsiz, o'rtada bitta neytral muxlis turibdi. Endi futbolni ko'rmaydi, futbol chiroyliligidan zavqlanyapti, qaysi komandani tanlash bilmaydi, misol uchun-da.
Hali qaryapti, birov tomonda chiroyli o'ynaydigan Pedrilari bor, Yamallar bor. Barselona ikkinchi tomonda yig'lov Vinicius borda. Kimga muxlislik qiladi u? Albatta Barselonaga muxlislik qiladi. Ya'ni neytral muxlislarni ham hisobga olgan holatda umuman kerak emas Vinicius. O'shaning uchun Viniciusdan bitta shu yo'l qoldi yoki sabr qilib, o'sha Mbappe, san lidersan deb, san boshsan, xuddi Karim Benzemaga o'xshab Ronaldoni soyasida qo'ygan. Xuddi shunaqa qilib o'ynash yoki yana shu 1 yil to'polon bilan menimcha keyingi yil agar shu kungacha bo'lgan shu xarakteri bo'ladigan bo'lsa sotib oladi. Men o'zi Vinicius zo'r o'yinchi, shu nomer 1 o'zini nuqtasida, o'shaning uchun men zo'r o'yinchilarni Real Madridda qolish tarafdoriman. Shu jumladan Vinicius ham. Lekin sharti bor o'zgarish. Men agar misol uchun agar o'zgarib keyingi yil ketmasa, yana uzoq yillar qoladigan bo'lsa, men faqat xursand bo'laman. Vinicius o'zi misol uchun yomon ko'rsam ham jamoa uchun o'ynashi, g'alabaga hissa qo'shishni xohlayman men. Shu ma'noda unda ikkita yo'l qoldi do'stlar va umid qilamiz Vinicius tez kunlarda o'zidan kuchli, o'zidan xarakter jihatdan ham kuchli, haqiqiy bir lider sifatida qaytadi do'stlar. Sizlar bilan hozircha shu Dilshod Salihov bo'ldi. Yana tez kunlarda ko'rishamiz.